baxtni asramoqqa ahd qilganmiz biz mardona. Siz buyuk xalq izdoshisiz, ulug' niyat yo'ldoshisiz. Buyuklik uchun qiling mehnat, deydi bizning yurtboshimiz. Jamoatda xavfsiz hayot, dilda qo'shiq g'am g'ussa yot. Biz bormizki osoyishtan ertamiz ham bo'lar obod. Nimaga javob berishmaydi, iltimos qilib ko'rmadingizmi? Dada, sinfdoshlarim bilan Samarqandga borishim kerak edi. Dada, nima endi men sinfdoshlarimni qo'yib ketamanmi? Unut sinfdoshlaringni. Dada, bir marta bo'ladigan Samarqandga boraman. Men nima dedim? Yaxshimisan o'g'lim? Boshqa nima dedim? Voy, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima qildi qo'lingga? Yiqilib tushdim. Bu bilarsiz so'kab qo'ying. Kiraman. O'rtoq serjant, Ha qizlar, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapmiz? Televizor ko'rishga. Ertalab 5:30da turib yuguramiz, bilasizlar? ha, Uyquga to'ymasanglar yugura olasizlarmi? 5 kilometr. Zo'r. O'zing qochmasak bo'lmaydi. Ochdik. Qochdik. Hech kim joyidan qimirlamasin. Qoch. Ey bolalar, meni planshetim qani? Bo'ldi, ketdik. Nasreddinov, tashqaridan yelimi sen buyurtma qilganmiding? Sen buyurtma qilgansan. Isbotingiz bormi? Tungi navbatchilik senga yaxshigina isbot bo'ladi. Senga yelimni kim olib berganligini aytasan. Bo'lmasam uni ham, seni ham jazolayman. Kim olib berdi? Demak aytmaysan. Direktorning xonasiga tez, ortimdan. Xo'p bo'ladi. Nima qilamiz, orqasidan boramizmi? Baribir kira olmaymiz-ku. Nasreddinov haydalib ketsa nima bo'ladi? Haydalmasa kerak. Menga qara. Agar tekshiruv jiddiylashsa, ikkalamizdan tan olamiz. Xo'p. Ketdik darsga. Oynur. Tur ketdik, darsga kech qolamiz. Hey, yur, darsga kech qolamiz. Yur, men bugun darsga bormayman. Men Salimov va Oynur meni Temurbeklar maktabidan chetlatishingizni so'rayman. Kallang joyidami seni? Nima qilganing bu? Nima deb yozding bu yerga? Men ketsam hammasi yaxshi bo'ladi. Men bu maktabda o'qishga noloyiqman. Kim olib berdi? Men qilganim yo'q. O'rtoq serjant, Demak aytmaysan. men qilganim yo'q. Direktorning Men qilganim yo'q, o'rtoq serjant.
ketyapsan? Hech qayerga ketmayman. Yur do'stim. Nima gap? Jinoyatchini qo'lga tushirdim, o'rtoq mayor. Xo'sh, nima jinoyat qildi bu? Eshigimni dastagini mana shu yelimlab ketgan. Shu gap rostmi? Yo'q, o'rtoq mayor. Men qilganim yo'q. Sen qilgansan. Menda dalil bor. Mana shu qilgan. Ko'rib qo'ying ishongan o'quvchingiz ahvolini. Men uni jazolashinglarni talab qilaman. Jazolash kerak bo'lsa, jazolaymiz. Qani, men bilan yur. O'rtoq mayor! O'rtoq serjant! O'rtoq mayor! Murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. O'rtoq mayor, o'rtoq serjant. Men qildim. Nimani sen qilding? Hammasini men qildim. Nimani qilding sen? Nimani aytyapsan? Yelimni men yopishtirdim. Ta olaman. Bo'lishi mumkin emas, o'rtoq mayor. Bu ataylab buni tarafini olish uchun shunday deyapti. Aybimni yashirish uchun sotib ol divani ko'rpasidagi yelimni men yashirib qo'ygandim. Nasriddinovda hech qanaqa aybi yo'q, hamma ishni men qildim. Men aybdorman. Nimaga? Gapir Salimova. Men sizga yomon ko'raman. Shunga qildim. Demak, aybini tan olgan holda o'zing o'qishdan ketmoqchisan, shundaymi? Xuddi shunday. Menga qilingan bu ish butun maktab komandirlariga qilingan behurmatlikdir. Serjant Ochilov, men sizga hali so'z berganim yo'q. Uzr. Zafar Jalolovich. Nimaga unaqa qiladi? Jinnimi u? Hammasi ko'rinib turibdi-ku. Nima ko'rinib turibdi? Seni sevadi u. Shu ham aqlingga kelmadimi? To'nka, seni sevmasa shunaqa qilarmidi? Ha? Sevadi. Asliddin, Nima qilyapsan bu yerda? San jim turib tur. Nima qilib turibsan bu yerda? Turibman. Nima? Oynur o'qishdan ketish uchun ariza yozdi. Nima? Jinnimi u? Bilmayman, biz ham shunaqa deb o'ylayapmiz. O'zi yaxshi ko'rasanmi uni? Yaxshi ko'raman. Yur bo'lmasa, ahmoq. Ha? Xo'p. Mard qiz. To'g'ri, mard. Lekin o'g'il bolalar yotoqxonasiga kirgani uchun jazolanadi. Nimalar deyapsan? Men Vasiylarni aytmayapman, Oynurni aytyapman. Ha. To'g'ri. To'xta, bu yerda nima qilib turibmiz? Yur tezroq orqasidan. Kirishga ruxsat eting. Ruxsat. Bu nimasi? Hurmatli Zafar Jalolovich, 5-guruh o'quvchilari sizning oldingizga bir iltimos bilan kelishdi. Eshitaman. Biz Salimovani o'qishdan ketishini xohlamaymiz. Ha, To'g'ri, xohlamaymiz. Shunday. Lekin u qilgan ishi uchun javob berish kerak. Bu ishni 5-guruh o'quvchilarining hammasi qildi. Hammamiz aybdormiz. To'g'ri, barchamiz Ha, barchamiz biz aybdormiz. Barchamiz aybdormiz.
Bitta Salimov aybdor emas. Faqat u aybdor emas. Bu yana qanaqa tomosha? Ochilov. Xo'sh, serjant Ochilov sizlarga nisbatan nima yomonlik qildiki, shu ishni qildinglar? Bizga hech qanaqa yomonligi tekkani yo'q. Biz shunchaki hazillashmoqchi bo'ldik, faqat oshirib yubordik. Serjant Serjant Bo'ldi, kechiring. Ochilov. Ochilov egilgan boshni qilich kesmaydi deyishadi. Ularni bir safar kechira qol. Yoshlik qilib qo'yishibdi. Axir o'zing ham yosh bo'lgansan. To'g'ri Zafar Jalolovich. Lekin men bularga o'xshagan bo'lmaganman. Iltimos, kechiring. Siz ham yosh bo'lgansiz. Bir safar kechiring, iltimos. Kechira qoling. Iltimos. Iltimos, oxirgi marta kechiring. Boshqa bunaqa hazil Kechiring qilmaymiz. endi, Ochilov. Mayli. Nima ham derdim. Yes! Yes. Rahmat. 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 Mayli. Ketishinglar mumkin. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Yur. Rahmat. Salimova, senga ham ruxsat. Men Ketishing mumkin. xo'p bo'ladi. Sizlarga ham ruxsat. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Nasriddinov, Nima? meni kechiring. Hammasi uchun. Men sizdan xafa bo'lganim yo'q. Men shunaqa o'z odatim bor. Ba'zida. Ketdikmi? Ketdik? Ha, Ketdik. Aka, assalomu alaykum. 3 ta kompyuterga 1 soatdan qo'shib yuboring, Xo'p, iltimos. oxiriga borasan. Aha, Xo'p. Oxirgidagi? Ha. Bo'ldi, gaplashdim 1 soatga. Ketdik. Uchalamiz. Uchalamiz. Uchalamizda. Yur. Yo'q, men o'ynamayman. Yur, o'rgataman o'zim, yur. Men o'ynashni bilmayman. O'rgataman. Yo'q, baribir. Yur. Ketdik. Xullas mana shu. O'zimizni Ye, Kamolov. Nasriddinov, bollarni aylantirgan olib chiqibsan-da, ha? Mendan ko'ra ko'proq sen aynagiga o'xshaysan. Bo'layni olib chiqibsanmi? O'ynaymizmi? O'ynaymiz. O'tir. Qani o'tir. Ko'ramiz. Bir yesin bu. Nechta? Yur, o'tir. O'tiruvchi ko'ramiz. Kim kimni yedirar ekan? Sen yeysan-da, kim yerdi boshqa? Ko'ramiz. Resber, Kirdilar-mi? Doktor, o'ynaga nima qilyapsan? Yodgor boss. Mana qarama, shu yerga bossang ishlaydi. Mana mishkani ushla. Mana shu sakrash uchun. Davlatov, qaragin. Davay. Bo'l. Bo'l, qara. Yodgor o'yna. Qara tepada. Boshla Yodgor. Podstava qilma. B'dan kelyapti. Orqasidan Sen so'ydi. zonada. Ha, o'yla. Normal olsang bo'lmaydimi?
Yaxshi. Yodgor qaragin, o'ynagin. Qaramayapti, o'yna olmayapti. Qarab o'ynagin. Bo'l. Bo'ldi, ana ketdik. Davay. Ha! Kim yedi, ha? Bo'l. Ana! Git qilyapti. Bo'lay, xuno. Kir, mana kiramiz. Yodgor. Yaxshi. Ot. Davay. Orqada. Qarab turibman-ku. O'yna. Yodgor o'yna. Nima qilyapti? Yodgor nima qilyapsan? Tepada. Chiq. Yodgor nima qilyapsan? Men qarayapman. Yodgor chiq. Ana uni qara, ey. Qani u? Qayerda u? Ha! Gaping eshitilmayapti. Naushnikni yechib qo'yib o'yna unda. Mana shu yerga bos. Botlar ham kelib qopti-yu, ha? Mushkil Qahramon qara kelyapti. Bu yerdan kelyapti, bizi. Baba, orqasidan. Men Ha, yaxshi. Yo'lda orqaga. Bo'l, qara. G'ulom oldiga Yaxshi, chiq. qarang. Bo'l. Git, yur. Orqangdaman, davay. Qara. Keldi, zonaga o'tirib. Chap tomon. Yaxshi. Zo'r. Bo'l. Davay. Bir Jalol qara. Kelyapti. Yodgor nima qilyapsan? Chiqdan o'ldiradi qolsin. Mana de. Yodgor nima qilyapsan? Boshqatdan bolalar. Qalay. Zo'r Sherbek. Botlarni bekorlab kelsanlar-da. O'ynaga qarab o'yna, tuziga otgin. O'l. Otib tasha. Aziz yordam bo'lyapman. Ot ana, ot. Qara Sherbek. Qani. Ot. Ana. Yaxshi zo'r. Qara. Ot. Qo'lingni ol. Nima? O'yinni davom ettiramizmi? Davom etamiz. Ketdik unda. Yodgor nima qilyapsan? Nimaga aylanyapsan? Молодец. Yaxshi. Qahramon. Mana bunchaga aylanib qoldi. Bo'l. Aslan shu yerga bosmagan aylanmaysan. Chalg'imagin, o'ynagin. Yodgor yomon podstava qilyapsan. Sherbek, davay, oldinga. Aslida nimaga chaqirding o'zi? Молодец, yugur. Zonaga borish kerak. Sherbek, zonaga tezroq. Voy. Oqarib Senchi. Qara. Nima qilding? Молодец, yaxshi. Mana shunaqa o'ynash kerak. Pichoqlab ketishdi. Bilin. So'yildingmi? Nima qilyapsan o'zi? Nasriddin. Mayli endi. Gap yo'q, Sherbek. Ko'rdingmi? Zo'r, молодец. Nasriddinov, balki yetar. Nima yetar? Foydasi yo'q bo'ldi endi. Turlaring ketdi. Ey, O'ynashni bilasanmi sen? pichoq yegan joyim og'rimayaptimi, ha? Keyingi safar yaxshilab o'rganib kel, xo'p? O'qishimiz kerak. Yaxshi boringlar. Sen bilan maktabda gaplashamiz. Mayli. Yur. Keyingi safar o'zlaringga boshqa kitoblaring. Chiqaverlaring men to'lovni qilay. Yur tez. Yur dovdir. Nimaga baqirasan? Aytdim senga o'ynashni bilmayman deb. O'ynashni bilmasa, o'ynamaslik kerak edi. Ey. Sizlarga o'xshab odam o'ldiradiganlardan emasman-da. Bilaman, qishloqda dagadaga o'ynagansan, cho'p bilan. Qishlaqi. Borlaringga. Bekor gapirding Asliddin. O'yin-ku bu. Ketsa yo'qolib ketmaydimi? Erta gap sastadi anovi maktabda. Yursan ham. O'zlaring o'ynamagansanlar-da. Agar men bo'lganimda bor-ku, aniq yutardik. Ana o'g'lon bor-ku 4-gruppadagi. Hammaga gap tarqatib yuribdi. Ularni yutdik deb, so'ydim deb. Men chidolmayapman, Timur. Qo'ysangchi, brat, bu shunchaki o'yin-u. Ha, sen uchun o'yin, lekin men uchun hayot-mamot masalasi. Tushunyapsanmi? Men yutqazishga o'rgangan odam emasman. Asliddin, o'zi ana u yodgor deb bo'ldi hammasi. brat, Yodgor aytdi-ku, o'ynashni bilmayman deb. Nima keragi bor shunaqa gaplarni? Menga qara. O'ynashni bilmas ekan. Nimaga kirdi? Bo'ldi, xullas. Endi o'yin kontrda bo'lmaydi. Bu safar shu maktabdagi tirda o'ynaymiz ular bilan. Tushunarlimi? Bu safar aniq yutamiz. Sen Sherbekka aytgin.
gruppasiga. O'sha g'ulomni ham chaqirsin, ko'ramiz. Tirda gaplashamiz ular bilan hali. Yaxshi Shoir g'oya. deyil ekan. Tirda aniq yutamiz. U otishni bilmaydi. Ma bolam, mana bu dorini 2 mahal ichasan. Tushunarlimi? Oyi, Ol dedim, Nima ko'p kerak? gapirma. Ol. Ishahingni ochadi. Bunaqa ozib ketasan bolam. ishtaham yaxshi. Kunlaring ham kir bo'lib ketibdi. Assalomu alaykum Nazokat opa. Va alaykum assalom, ki qizim. Menga isitma tushiradigan dori kerak edi. Isming chiqyaptimi? Yo'q, dori menga emas. Sinfdoshimiz Mirjalolovni bilasiz-ku, o'shani isitmasi chiqayotganga o'xshayapti. O'zi kelmadimi? Meni jo'natgandi. O'zi mashg'ulotda. Berasizmi, tezroq olib boray? Hozir. Hozir. Mana qizim. Rahmat. Xo'p. Men ketishim kerak. Dorilaringni ichgin, xo'p? Xo'p. To'xta. Nima deysan? Senda gapim bor. Xullas, Hmm. maktabda gap qilib yurgan ekansan. Nima? Yolg'onmi? Yo'q, rost. Lekin bu noto'g'ri ish. To'g'rilash kerak. Shuning uchun revansh uchun keldim. Revansh bo'lsa revansh. Shanba kuni soat 10 da. Faqat bu safar kontra emas. Terda otishamiz. Mag'lubiyatga tayyor tur, Nasriddin. Ko'ramiz. Zo'ra Mirjalolov. O'rtoqlar, 5-guruh o'quvchisi Mirjalolov barcha topshiriqlarni bajardi. Ko'rdim. Yaxshi. Yaxshi artibsan. O'rganyapsan. Xuddi shunday o'rtoqlar. Lekin amalda o'rgangan baribir boshqacha-da. Amalda degin? Amalda bo'lsa o'rgataman. Sizmi? Ha? Nima meni o'rgata olmaydi deb o'ylaysan? Harbiy xizmatda bo'lganimizda ko'rgazmali chiqishlar qilardik, rol bilan yaxshi harakat qilardik. Rostdanmi? Unday bo'lsa o'rtoq mayor, menga ham o'rgating, jondek o'rganardim. Mayli, biroz vaqtim bor. Qani, kiyimingni almashtirib men bilan yur. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, Mirjalolov, tayyormisan? Qani, boshla. Bu kesib bitmaydimi o'rtoq mayor? Qanaqasiga kesadi? Plastmassaku bu. Ha. Qani, menga hamla qil. Ehtiyot bo'ling o'rtoq mayor. Sen o'zing ehtiyot bo'l. Qani boshla. Hoppa! Ay, sekin o'rtoq mayor. Og'ridimi? Ol. Qani tur. O'rtoq mayor, menga ham buni o'rgating. O'rgataman, tur. Pichoqni ol. Qani bu yoqqa tur. Xo'sh. Menga yaxshilab qara. Boya harakatlarim esingda qoldimi? Ha? Sekin. Ushladim. Ushla. Tepdim. Tepding. Bo'ldi. Uzun bo'lar ekan. Uzun. Yaxshi Mirjalolov. O'zlashtirishing yaxshi. Barakalloh. Rahmat o'rtoq mayor. Bundan ham qiyin usullar o'rgataman senga. Rostdan. Xo'p bo'ladi. Tirga qanday qilib kiramiz?
Bunda oson narsa yo'q. Qanday? Mayorga boramiz, Xo'p. aytamiz. O'rtoqlik uchrashuv uyushtirib bering deb. To'g'ri. Bo'ldi, boramiz, yutamiz. Keyin men Sherbekni otishini ko'rdim. U otayotgan vaqtda ko'ziga 2 marta qarasang, qo'li qaltirab, boshqa joyga otadi. Yo'q. Ha, aytishdi. Uni sal asabiylashtirish kerak. Asabiylashib qolsa, qayerga o'tayotganini bilmay qoladi. Ey, brat, menga qaranglar. Короче, успокойтесь. Чувствуйте. Yutamiz, brat. Men borman. Ko'ramizda. Men yutaman. Yutamiz. Unda otaman 100 ball olaman. Спокойствие, brat. Tezroq yakshanba kelsangizda bordim. O. Mirjalolov keldi. Mirjalolov? Boya qanaqadir mashqlar qilayotganding? Tinchlik? Ha. Ha? Ko'rsatay. Qaqa. Ha. Sen undoq urgin-da. Sanaman. Ha, ha. Uraymi? Hop. Sen qo'lingni. Qo'rqma. Qo'rqmayapman. O'ylab qarasam, daga o'ynab yurgan ekanman faqat. Obbo. Qo'ymading-da. Bo'ldi, xafa bo'lma. Seni o'chingni yakshanba kuni tirda olamiz. Temur bilan, ha? Xafa bo'lma. Sherbekiga ham, g'ulomiga ham ko'rsatamiz. Sherbekka likishda men ko'rsataman. Bez problem. Unda otib 100 ball olaman. Bekorga. G'ulomdan alamim bor, g'ulomdan. G'ulom. Короче, успокойтесь. Mayli. Yutamiz, brat. Нормально все будет. Намазza qilamiz. O'toch. Давай, Asliddin. Salgina o'rtaroq. Ot. Ko'tar. Asliddin. To'xtatilsin. Barakalla Kamolov. 90 ball. Asliddinov 80. Almashamiz. O'quvchi soatib o'q otishga tayyor. O'toch. Qahramon, bo'l. Yaxshi. O'rtaroq faqat yana ham. To'xtatilsin. O'quvchi Davlatov otish tugatdi. O'quvchi soatib otish tugatdi. Sidiqov. 70 ball. Davlatov 85. Yaxshi. O'toch. Timur, salgina o'rtaroq qilgan. Salgina o'rtaroq. Молодец, Timur, davom et. Аккуратно делай. Barakalla Kamolov 100 ball. Tarapov 90. O'toch. Давай, брат. Bo'la qol. Аккуратно. Asliddin, аккуратно. Qara, yana ham o'rtaroq iloji boricha faqat. Asliddin, teparoq. Аккуратно. To'xtatilsin. Barakalla. Nasriddinov 85 ball. Kamolov 100 ball. Barakalla yigitlar. 4-guruh g'alaba qozondi. Yes. Zo'r. Rahmat.
Yana marojnaymiz? Bo'ldi-ku. Biz ham yemaymiz, sen ham yemaysan. Bo'ldi-ku. Havoni qara, sovuqligini. Tomog'im og'rimaydi, Sherova. Og'rigan. Og'rigani yo'q. Bo'ldi qilinglar. Yodgor, to'g'risini ayt. Bolalar qayoqqa ketishdi? Ular Xo'sh, gapirsang-chi. Yodgor, gapir. gap o'rtamizda qoladi, ha? Kelishdik, ayt. Ular kompyuterxonaga ketishdi. Counter Strike'mi? Shunaqa. Nimaga sen bormading? Men unaqa o'yinlar o'ynamayman. Kerak emas. Yodgor? Kim u qiz, Yodgor? Kim? Bittasi. Bor oldiga. Bor oldiga. Qoldi qiz bechora. Bor. Bor, boraqa. Boring, Borsang-chi. Yuring ana u yerga. Xo'p. Kim ekan bu qiz? Bilmasam. Gapiring, nimaga jim turibsiz? Yodgor, men juda ham xijolatdaman. Nimani aytyapsiz? Samandar bilan bo'lgan ishni aytyapman. Men u bilan gaplashib bo'lganman. Xijolat bo'lmang. Siz unga sizlarni tinch qo'yaman, baxtli bo'ling debsiz. Nima deyishim kerak edi? Umuman olganda, men sizga kimman o'zi? Bor yo'g'i 2 marta uchrashgan bo'lsak. 3 marta. Mayli 3 marta. U esa necha yillik sizni qadrdon tanishingiz ekan. Sizni qo'lingizni so'ragan. Shaharli yigit. Menchi? Yodgor. Men uni yoqtirmayman. U o'zi meni necha yildan beri ortimdan yuradi. Men unga hech qachon rozilik bildirmaganman. Gapimga ishoning. Nima haqida gaplashishyapti ekan-a? Eshitilmayapti-yu. Yaqinroq boramizmi? Yo'q-e. To'xtachi, men hozir lablaridan o'qishga harakat qilaman. Aha. Yaxshi qiz. Men sizni sevaman. Yo'q-e, Yodgor aka. Jinni. Rostdan gapimga ishoning. Yo'q, unaqa deyishmayapti. Menimcha ularda kayfiyat yo'q. Tortishyapti shekilli. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Shodiya. Men sizni hurmat qilaman. Lekin tushuning, birovni yo'liga to'g'anoq bo'lmoqchi emasman. U menga hech kim emas, nimaga tushunmayapsiz shu narsani? O'zingizni ko'p qiynamang. Baribir sizdan kichkinaman. Nima qilibdi? Nima farqi bor? Farqi bor. Shu bilan boshqa ko'rishmaganimiz yaxshi. Men sizga baxt tilayman. Salom yoshlar. O't bu yoqqa. Yo'qolay. Ya. Kim endi bu? Sen menga nima deb va'da berganlik qishloqqa? Tushunmadim. Kim qishloqi? Sen qishloqqa. Pichoq chiqardi. Pichog'i bor ekan. To'xta, o'zi ham. Tashla qo'lingdagini. Erkak bo'lsang qo'lingdagini tashla. Tashla qo'lingdagini. Voy, voy, Yodgor. Aytajon qaytib oldim, bo'ldi. Bo'ldi, O'zing yuboraman hozir. Tushundingmi? Bo'ldi aka. Bo'ldi. Menga qara. Yo'qol ko'zimdan. Xo'p aka. O'ynashma men bilan. Xo'p. So'tak. Voy, biz tomonga kelyapti. Yo'q, mana senga. Tushunman. Nima bo'lyapti? Hozir ko'rsataman. To'xta, hozir dardaring chiqaraman ushlasan. Yur Aynur. Rahmat sizga.
Nima bo'ldi Nasriddinov? Kayfiyat yo'q. Tinchlikmi? Menmi? Hammasi joyida o'rtoq mayor. O'rtoq mayor, murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. Men Mirjalolov to'g'risida gapirmoqchi edim. Sherova. Jim tur. Nima bo'ldi? Mirjalolov yana bir narsani boshladimi deyman? Aslo yo'q, o'rtoq mayor. Men Mirjalolovni qahramonligi to'g'risida gapirmoqchi edim. Kecha naqd 3 ta bezorini bir o'zi dabdalasini chiqarib tashladi. Bittasi pichoq bilan tashlanganda dabdalasini chiqarib tashladi. Keyinchi? Keyin bo'ldi. Shunaqa denglar. Mirjalolov, Men. men senga ko'chada urishmagin demaganmidim? Nimaga urishding? O'rtoq mayor, ular bizga gap otib shilqimlik qildi. Ha? Keyin Mirjalolov bizni himoya qildi. Shunday. Bor gap shu. Demak, pichog'i bordi ularda, shundaymi? Xuddi shunday. Xuddi shunday. Yaxshi jang qildimi? Ha, a'lo darajada. Yaxshi. Yaxshi. Mirjalolov, Men. agar yaxshi jang qilmaganingda bir hafta naryadga qo'ygan bo'lardim. Ey to'xta. Nima deysan? Xo'p, mayli tirda yutdinglar, lekin shuni guruhlar bilan hammaga aytib yurish shartmi? Jonga tegdilaring. Nimaga menga aytasan? Borib o'zlariga ayt. Bo'lmasa unda guruhindagilar lattachalik qilishmasin. Sal tilingni tiyib gapir. Xo'sh, bekorchilar. Salomatlik tilayman, o'rtoq Salomatlik mayor. tilayman, o'rtoq mayor. Nima qilib gap sotib turibsizlar bu yerda? Shunchaki gaplashib turibmiz. Xullas, yaqinda kamondan o'q otish bo'yicha musobaqa bo'ladi. Sharof, sen guruhingni ogohlantir. Xo'p bo'ladi. Kamolov, sen ham guruhingga aytgin. Xo'p bo'ladi. Yaxshilab tayyorlaninglar. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Tayyorgarligingni boshla. Senga ham shu gap. Tayyormisizlar? Boshlaylik o'q otishni. Qahramon men sen bilaman. Hojakbar, o'z Qani qahramon. Qahramon bo'shashma. Bo'shashma. Qahramon. Zo'r, malades. Gap yo'q. Malades. gap yo'q. Hojakbar, zo'r. Asliddin. Bo'shashmay Asliddin. Asliddin bo'la qol. Voy. Zo'r. Sharmanda qilma. Siz eng Asliddin, senga ishonamiz. Keyingisi kim? Men. bo'la qol. Seni yaxshilab ko'tar. Давай, брат. Давай, аккуратно. Nasriddinov, Shoshmasdan mo'ljalni ol. shoshilma. Asliddin. Uloq. Asliddin. Barakalla, uloq. Samandar. Wow. Yes. Hoy, zo'r Asliddin. Keyingisi kim? Ha, qizlar. Asliddin bo'shashmay. Endi bilmasang bo'lmaydi. Nasriddinov, Bo'la qol. Qani? shoshilmasdan aniq mo'ljalga ol. Nasriddinov, bo'l. Barakalla Kamolov. Barakalla. Malades Sherbek. Zo'r. Sherbek. Malades. Mayli, bundan avval yutdik-ku. O'rtoq mayor. Bizda bitta o'yin Sharofga o'z ruxsat bergan. Qaniga o'rtoq mayor, men chiqsam bo'ladimi? Qo'lingdan keladimi?
Albatta. Давай, Shakina. Давай, Sherbek, давай. Ozgina, Sherbek, давай. Sherbek. Давай, Shakina. Bitta nafas. Shahina. Давай, Shakina. Bo'l Shahina. Давай, Sherbek. Mashina Bo'l olsa. Shahina bo'sh kelma. Sherova. Shahina. Kamon otishdan oldin ushlashni ham o'rganish kerak. O'rgatma. Bo'ldi, o'zingni bos. Давай, Shakina. Shakina, bos. Shoshma Shahina. Senga ishonaman. Sherva Давай, bo'sh. Shakina, bos. Shahina. 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 Pastroq. Bitta nafasda Sherva. Shahina. Sherbek, Aman senga. Bo'la qol. Shahina bo'l. Olishimiz kerak. Direktor seni gapingga ishongan bo'lishi mumkin, lekin men ishonganim yo'q. Tushunmadim. Balki o'zing chekib, boshqa birontasiga to'nkayotgandirsan. Men umuman chekmayman. Balki sotarsan. Meni qo'limdan bunaqa ishlar kelmaydi, o'rtoq polkovnik. Nega ishonmaysizlar? Bular meniki emas. Nasriddin. Cho'ntagidagi narsalarni stol ustiga. Ochilibni bilasiz, tepaga yozadi. O'rta polkovnik. Bu yerda menimcha boshqa gap borga o'xshaydi. Nasriddinovni kimdir ketishini juda ham xohlayapti menimcha. Xo'sh, psixologimiz qalay ekan? Faridaxonni aytyapsanmi? Ha, tanishib ham oldik deng. Bu nima deganing? Ha, rashk qilyaptilar. Albatta rashk qilaman. Seni hech qayerdan topolmadik, Sher. Senlarga hisob berishga majbur emasman. Unda nega xonamga sigaret yashirding? Men hech qanaqa sigaretni bilmayman. Jinnini qo'shma Kamolov. Meni podstava qilishdi. Men o'qishdan haydalib ketib qolaman. Kunlarimiz shodiyona, elim ruhi bayramona. Shunday vaqtni asramoqqa ahd qilganmiz biz mardona. Siz buyuk xalq izdoshisiz, ulug' niyat yo'ldoshisiz. Buyuklik uchun qiling mehnat, deydi bizning yurtboshimiz. Jamoatda xavfsiz hayot, dilda qo'shiq g'am g'ussa yot. Biz bormizki osoyishta, ertamiz